Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Cürözü Washington'dan sözleyimiz bugün Çislağa 2024 yıl 7. ayının 15. günü hafta düşenbe vatandaş. Bugünkü vaziyetimiz diginimizde en de esaslığı tünügün 13. günü aldığımız günü yüzbegen Washington'da Pennsylvania ştatı yüz bergen facia. Hazır bütün dünyada gidek, hem de bütün Amerika'da matbuatlarda gidek. Şu tağırda gep kılıvatıdı, gep devamlı şu vatıdı, daha ahırlaşkanı yok. Şu münasebet bilen tünügülleten Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden Aksaray'da yumulak stel koyulgan işhanısı da bütün memleket Amerika halkıga sözlügen notok bayanatı var. Vatandaş şunu ben bugün sizlerge tayarlap geldim, şunu anlatayım vatandaş. Mavzumunda yeni yani Prezident Joe Biden Amerika bütün memleketke televizyon notku sözlep bütün Amerika halkıga söhbet bayan kıldı. Mavzulu haber 7. ayının 14. günü büyük irator bitidi ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Sabık Prezident Trump suikastga uçragandan keyin Amerika Koşmuş Ştatlarının prezidenti Joe Biden 7. ayının 14. günü Aksaray'da yumulak stel koyulgan işhanısı da Amerika bütün memleketke televizya notk sözüldü. Prezident Joe Biden Amerika halkının soğukkan buluşunu her bir Amerikalıkның bir-biriga qo'shna ekanligini esida saqlashini talab qildi. Prezident Joe Biden ixtiloflarni bilat tashlash orqali hal qilishni ta'kidladi. Prezident Joe Biden Amerikada bütün memleketning oltindek vaqt bo'likida 6 minut notoq so'zladi. Prezident Joe Biden bunda ko'rsatdi. Sobiq prezident Trumpning hujumga uchrashi voqeasi ko'rsatib berdiki, biz hammamiz kaynimizga bir qadam chekinishimiz kerak. Prezident Joe Biden bunda ko'rsatdi. Baxtga yarasha bu hujum qilish voqeasida sobiq prezident Trump eg'ir yaralanmadi. Baxtga yarasha Prezident Joe Biden bunda ko'rsatdi. Biz bunda siyosiy zo'ravonlikni doimiylashtirishga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Bu devlette yani Amerika'da siyasetsiz ibarları keskinliş qarab özgerdi. Endi pes koyuğa tushadigan vaqt yetib keldi. Bizning hammamizning shundoq qiladigan majburiyatimiz bor. Prezident Joe Biden bunda ko'rsatdi. Biz siyosiy zo'ravonlik yo'liga mangmaymiz. Mengishimiz mümkün emas. Bu meydanımız o'xshash bo'lsa-mu, o'chmanlik qilishmaymiz. Biz qo'shnilarmiz. Biz sabdashlarmiz. Biz qadinashlarmiz. Bir eg'iz gap bilan aytganda bir ishxonada, bir zavodda ishlaymiz. Onun üstüge hammamiz Amerikalı. Biz ittifaqlashishimiz kerak deb ko'rsatdi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Joe Biden. Prezident Joe Biden yana mundaq ko'rsatdi.
Amerika demokratiya asoslari ustiga qurilgan davlat. Aqlchilik, barobarlik, muvozanat fursatları zo'ravonlikning ustidan g'alaba qiladi. Amerikacha demokratizm talash tortish munozaralar samimiy bo'ladi. Amerikacha demokratiya qonun bilan davlat boshqarish hurmatga sazovardir. To'g'ri odam bo'lish, qadr qimmat, ahli adolat, talash tortish munozaralar vaqti o'tgan bo'lmayla qolmasdan, balki bugungi jalliq hayotning kartinasidir deb ko'rsatdi prezident Joe Biden. Prezident Joe Biden nutqida yana mundaq ta'kidladi. Amerikani o'zgartiradigan kuch Amerika xalqining qo'lidagi. Amerikani o'zgartiradigan kuch Amerika xalqining qo'lidagi, hargiz qotillarning qo'lida emas. Siyosat maydoni bu hargiz urush maydoniga aylanib qolmasligi kerak. Prezident Joe Biden mundaq ko'rsatdi. Men bugun kashda har bir amerikalikning qaytadan va'da berishini talab qilaman.